Akalar, yangicha Cobalt'ni plus va minuslarini ko'rib chiqamiz. Va eski Cobalt bilan ham hozir solishtirib ko'ramiz. Yangi Cobalt'imizning salonida birinchi ko'zga tashlanadigan narsa bu rul bo'ladi, cruise control bor. Tablo o'zgargan, monitorlar ham qo'yilgan va eng asosiy o'zgarish salon to'liqligicha qora va endi o'rindiqlarimiz ham charm bilan jihozlangan. Muhammad Rizo, vahima qilmang, shu narsalarni hammasini tuning sentrlarida qo'ysa bo'ladi. Cruise control, tablo, hattoki monitorgacha qo'yib salonning ichini полностью qoraytirib olsa ham bo'ladi. Xo'p, motorichi o'sha-yu 1,5 litrli, lekin buni motoriga programma qilib bo'lmas ekan-u. Endi metan propan bunga tusharmikin? Onyx bilan Trackerda ham programma qilib bo'lmaydi, lekin propan ham, metan ham zo'r tushadi. Faqat to'g'ri nastroyka qilinsa bo'ldi. Eski motor bo'lgani bilan bunga vanus sistemasi qo'yilgan, ya'ni past оборотlarda расходni tejamkorligini oshiradi. Narxini aytishdan oldin akalar, bitta narsani bilib qo'yinglar. Ikkalasi ham AES Farg'ona servisida nalichada bor. Endi sizlar aytinglar, yangilangan Cobalt'ni 165 millionga olgan bo'lamidinglar yoki 17 million arzoniga eski Cobalt'mi? Kommentariyada yangi yoki eski deb yozib ketinglar.